Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalqimizga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Unda raqamlar ham bor, rejalar ham, eng muhimi har bir oila, har bir inson hayotida sezilishi kerak bo'lgan aniq o'zgarishlar haqida gapirildi. Chuqur va tizimli islohotlar sabab ishsizlik kamaydi, millionlab odamlar kambag'allikdan chiqdi, yoshlar uchun imkoniyatlar kengaydi, tadbirkorlikka yo'l ochildi. O'zgarishlar oddiy odam hayotida qanday aks etyapti? Bu yilda ishlarni qanday davom ettiramiz? Ish bormi, daromad barqaror, tadbirkor erkin ishlayaptimi? Iqtisodiyot qanday rivojlanadi? Tadbirkorlikka yana qanday sharoitlar yaratiladi? Yoshlar o'z salohiyatini qay tarzda ro'yobga chiqaradi? Bugun Xalqaro press klubda bu haqda ochiq gaplashamiz. Assalomu alaykum. Murojaatnomada ko'rdiki, yalpi ichki mahsulot hajmini 240 milliardga ko'tarish masalasi ko'tarildi. Lekin bilamizki, dastavval bu raqam 160 milliardni tashkil etayotgan edi. Bu raqamlarga, natijalarga erishish uchun nima ishlar qilish kerak deb o'ylaysiz? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Shu 2023-yilda strategiya qabul qilingan paytda O'zbekiston 2 strategiyasi o'sha yerda demak yalpi ichki mahsulot uchun maqsadli ko'rsatish belgilangan o'sha 160 milliard dollar va bu orqali biz o'rta daromadli mamlakatlarning yuqori guruhiga kirish demak vazifasi qo'yilgan edi. Lekin mana bugungi kunda erishilayotgan iqtisodiy yo'nalishda erishayotgan natijalarimizdan kelib chiqib, ushbu marrani 240 milliard dollarga demak ko'tarildi. O'sha davlat rahbari tomonidan ham murojaatnomada bu narsa qayd etib o'tildi. 2025-yilning yakuni bilan agar yalpi ichki mahsulot hajmiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi dastlabki prognozlarga ko'ra 145 milliard dollardan oshishi demak prognoz qilinmoqda, kutilmoqda. Aholi jon boshiga daromadlar 3800 dollardan oshishi demak kutilmoqda. Endi 2030-yilgacha olib qaraydigan bo'lsak, o'sha 240 milliard dollarlik marraga erishishimiz bu albatta bunda imkoniyati bor, lekin bu o'z-o'zidan bo'lib qoladigan narsa emas. Endi bu hisob-kitoblar qilingan, prognozlar amalga oshirilgan, xususan bizni vazirligimiz tomonidan qolaversa, mana Xalqaro valyuta jamg'armasini ham prognozlarida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 2030-yilga borib 241 milliard dollarga yetishi demak prognoz qilinmoqda. Birinchi navbatda iqtisodiyotda shu unumdorlik, samaradorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar o'sha davlat rahbari tomonidan ham shu yo'nalishlar kesimida bir qayd etib o'tildi. Misol uchun sanoatda yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sohalar, misol uchun o'sha elektrotexnika, elektronika yoki biokimiya, bo'lmasa mashinasozlik, ushbu sohalar o'sha yuqori qo'shilgan qiymat yaratadi va shu sohalarni rivojlantirish orqali biz yalpi ichki mahsulotni ko'paytirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa xizmatlar sohasiga qaraydigan bo'lsak, mana oxirgi yillarda IT yoki bo'lmasa fintech, sun'iy intellekt kabi yo'nalishlar nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bir rivojlanib borayotgan, eng tez o'sayotgan sohalar hisoblanadi. Aynan shu sohalarni mamlakatimizda ham rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar orqali ham ushbu yo'nalishda demak yuqori marralarga erishsa bo'ladi. Qolaversa, mana hozirgi kunda aholimiz oshib borishi, umuman iqtisodiyotimiz kattalashishi sharoitida ekologik masalalar ham demak dolzarb bo'lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan yashil iqtisodiyotga o'tish, yashil energetika, chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalar ham demak nafaqat o'sha aholi farovonligini oshirishga, balki iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish, yangi sohalarni rivojlantirish va shu orqali yalpi ichki mahsulot hajmini ko'tarishga eng asosiy turtki beruvchi demak yo'nalishlar hisoblanadi. Prezidentimiz murojaatnomalarida aytdilar, iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishni asosi sifatida texnologik rivojlanishni belgilab o'tdilar. Aynan mana shu texnologik rivojlanish jarayoni qaysi sohalardagi o'zgarishlar evaziga amalga oshadi deb o'ylaysiz? Texnologiyani ichkariga tatbiq qilish, biznes ichiga tatbiq qilish juda ham katta samaralarga olib keladi. Chunki bu biznesni o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, masalan, samaradorlikni oshiraman deysiz. Samaradorlikni qanaqa oshiraman? Yoki men o'sha mahsulotning tannarxini tushirishim kerak, yoki sotadigan narximni oshirishim kerak. Shundagina samaradorligim oshadi va meni oladigan foydam ko'payadi. Tannarx tushirishimiz uchun yangi texnologiyadan, yangi mahsulotlardan, yangi innovatsiyalardan foydalanishimiz kerak. Mana hozir aytib o'tilyapti, misol uchun yashil iqtisodiyotga o'tamiz deb. Yashil iqtisodiyotga o'tish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu tannarxni oshirishiga olib keladi, lekin kelajakda resurslarni tejalishining hisobiga biznes uchun ham yangi jarayonlarni, yangi samaradorlikni keltirib chiqaradi. Kichik va o'rta biznesni masalan qaraydigan bo'lsak, 2025-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun bir necha yo'nalishlarda ijtimoiy soliqdan tortib qo'shimcha qiymat solig'igacha imtiyozlar yaratib berildi. Bu imtiyozlar masalan qaysi biridir
2028-yilgacha, qaysi biridir 2030-yilgacha davom etadi. Lekin xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida masalan bu narsalardan muddaticha foydalanamiz. Muddatidan keyin biznes o'zini oyog'iga turib olgandan keyin, yo'nalishini topib olgandan keyin bemalol jadal oldinga intilishi mumkin. Faqat buni tadbirkorlar vaqtida o'rganib, vaqtida qo'llab, vaqtida bu imkoniyatlardan foydalanadigan bo'lsa, o'sadi. Albatta 240 ga yetib olishimizni menimcha bu 5 yillik strategiya, undan vohliroq yetib olamiz degan fikrdaman. Mas'ullarni eshitdik, oramizda tadbirkorlar ham bor. Ulug'bek aka, xush kelibsiz. Endi sizga savolimiz, biznesingizda oxirgi 1-2 yil ichida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va mana mas'ullarimiz aytayotgan o'zgarishlar, islohotlar, imtiyozlar sizni faoliyatingizga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti? Misol tarzida aytish mumkin, oxirgi bir 5-6 yil ichida bizani ishlab chiqarish ko'lamimizni karrasiga 3 marta o'sdi. Bu albatta o'sha kreditlarni olib, yangi uskunalarni o'rnatib, o'sha bizning ishlab chiqarishimiz modernizatsiyasi. Bu orqali ham tanaqqi chiqa oldik, ham ishlab chiqarish quvvatimiz ancha o'sdi. Bu albatta amalga oshirilayotgan islohotlarni bir amaliy natijasi deb bilaman. Masalan, kompaniyaga to'xtalmoqchi edim. Bittasi shu biznesni rivojlantirish kompaniyasi, bittasi savdoni rivojlantirish kompaniyasi. Ikkalasini ham xizmatlaridan biz o'zimiz foydalanganmiz. Qulay jihatlari masalan shu kredit olinganda uni shu kafolat 50%ni to'lab berilishi yoki kreditlarni imtiyozli stavka bilan olinishi. Bu albatta yuqoriroq samaradorlik beradi. Bankdan borib olsa bo'ladi kredit, lekin foizlari yuqoriroq. Bu aynan sizning ixtisosligingiz bo'yicha ishlab chiqarib bo'lganimiz bois, aynan oziq-ovqatga bizning ixtisosligimiz bo'lganimiz bois bizga imtiyozli kreditlar berilishi bu albatta qulaylik yaratadi. Ichki bozorda juda ham ko'p ishlab chiqaruvchilar bor. Shu bilan birgina bizning misolimizni aytadigan bo'lsak, bizani mahsulotimiz oziq-ovqat mahsuloti bolalar uchun ixtisoslashgan. Ichki bozorimiz kamida $800 million. Bizlar misol uchun o'tgan yili 5 milliardga yaqin aylanma bilan yopgan bo'lsak, bu bor yo'g'i $2 million degani. Ya'ni sohaning ichida bir foiz ham emas bizlar. Ichki bozorimiz o'zi juda ham katta. Uni biz to'yintirib import o'rnini bosishimiz kerak. Qolaversa tashqi bozorlarga chiqishimiz kerak. Bu borada oxirgi 2 yil ichida erishgan katta yutuqimiz bu xalqaro ISO 22000 hamda xavf sertifikatlarini joriy etdik. Bu oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi sertifikatlar. Albatta bu ishlab chiqarish jarayonini, uni sifatni boshqarish, uni xavfsizlikni ta'minlash masalasida katta yutug'imiz deb bilamiz. Ichki bozorning kattaligi haqida gapirdingiz, lekin hali biznes masalasida yangi yo'nalishlarimiz bor o'ylashimcha va mana shu yangi yo'nalishlarni kashf etishda va tadbirkorlarni jalb etishda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti aslida aka? Bizda UzBC milliy venture fondi bor. Fondlar fondi sifatida faoliyat yurityapti. Bu yoshlarimiz tomonidan, umuman tadbirkorlik subyektlari tomonidan aynan startap loyihalarini taqdim qilgan holatda investorlarni jalb qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Oddiy raqamlarga to'xtaladigan bo'lsam, 2025-yilning o'zida aynan mana shu startaplar $113 million miqdordagi investitsiyani o'ziga jalb qildi. Bozor ishtirokchilari 12 ga yetdi. Aynan mana shu venture fonddagi bozor ishtirokchilari. Joriy yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kutilmoqda. Endi bu borada albatta tashkilotga a'zo bo'lgandan keyin bizning mahsulotlar, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni chetga sotish uchun ular albatta o'sha sertifikatlarni so'raydi. Bu borada ham biz chet ellik hamkorlarimiz Germaniya bilan ishlayapmiz, GIZ tashkiloti bilan ESG standart o'sha joriy qilish bo'yicha aynan tadbirkorlarni tanlab olgan holatda ularni o'qitish, ularga ko'nikmalarni oshirish va sertifikatlashtirish jarayonini milliy iqtisodiyotga moslashtirish bo'yicha hamkorlikda ishlar amalga oshirmoqdamiz. Shu tadbirkorlarni shu yangi yo'nalishlarda o'qitish, ularni bilim va malakasini, ko'nikmalarini oshirish bo'yicha albatta ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Katta rahmat. Bilim va malaka dedingiz. Prezident murojaatnomasida bilamizki, aynan mahalliy mutaxassislar malakasini oshirish masalasi ko'tarildi. Bu bo'yicha uyushma faoliyatni qanaqa ko'ryapti? Toshkent shahrida markazlarda misol uchun osonroq, misol uchun tadbirkorlarni o'zi ham masalan o'rta biznesga o'tgan tadbirkorlarni aylanma mablag'i o'rta biznes deb tan oladigan tadbirkorlarimiz o'zlarini huquqiy tarafdan, moliyaviy tarafdan o'qitishga yoki bilimini oshirishga imkoniyatlari mavjud Toshkent shahar, lekin hududlarda bu narsalarga sal qiyinchiliklar bor hamda
til masalasida masalan tashqaridan mutaxassis taklif qiladigan bo'lsangiz, u mamlakatni o'zini qadriyati, o'zini madaniyati, o'zini bozori, o'zidan kelib chiqqan holda, o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda o'qitadi. Masalan, tadbirkorlarni ba'zi bir hududlaridagi aynan o'sha bir xil mahsulot ishlab chiqarishadi, lekin mahsulotni bozorga taqdim qilishda, uni misol uchun hozirgi mana bu marketplace'lar bo'yicha, ya'ni platformalar orqali sotishni bilishmaydi yoki bo'lmasa mahsulotini to'g'ri brendini yaratisha olishmaydi. Mana bu masalalarda kichik biznes uyushmasi tomonidan ham o'zini brendini yaratish bo'yicha masalan har bitta hududda tadbirkor tanlab olinyapti va bu tadbirkorlarga o'zini brendini yaratish va brendni misol uchun o'zini saytini yaratish. Chunki tashqaridan tashqi bozorga chiqishimiz uchun ham misol uchun sayti bo'lishi kerak, mahsulotni rasmlari, mahsulot haqidagi ma'lumotlar, mahsulot haqidagi sertifikatlar, u to'g'ri tadbirkor o'zida bo'lishi mumkin, lekin u ochiq manbada bo'lmaydigan bo'lsa, tashqaridan sotib olayotgan sotuvchi misol uchun buni bilmaganidan u mahsulotni sotib olmasligi mumkin. Lekin mahsulot aytarli darajada sifatli, aytarli darajada yaxshi va aytarli darajada raqobatbardosh bo'lishi mumkin. O'qitish masalasiga kerak bo'ladigan bo'lsak, aynan kichik va o'rta biznesda o'sha o'qitish masalasida va bilimni yetishmasligini ko'p kuzatyapmiz. Hattoki moliyaviy instrumentlarga yetishda ham. Masalan, biz 2025-yilda Markaziy bank bilan 37 tadan oshiq uchrashuv qilgan bo'lsak, 28 milliard miqdordagi mablag'ni kichik va o'rta biznes vakillariga olishda ko'maklashdik. Ya'ni ular qayerga borib murojaat qilishni bilishmaydi, arizani qanday to'ldirish kerak, kreditni qanday olish kerak, moliyaviy bilimini yetishmasligidan kredit xavfmi, xavf emasmi degan baholash mezonini bilmagani uchun, misol uchun, olsam noto'g'ri bo'lib qolmaydimi, olsam qanaqa to'layman? Biz o'shatlarda to'g'ri savol berib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatyapmiz. Ya'ni sizni savdoyingiz qancha, misol uchun. Mana bugungi kunda kichik va o'rta biznesda ham, umuman YTTlarda ham savdosini yurg'izish, ya'ni bir oylik aylanma mablag'ingiz qancha? Bu mablag'dan kelib chiqqaningizda siz qancha foyda ko'rishingiz mumkin? Kreditni qanday qilib qaytarishingiz mumkin? Qanday qilib yopishingiz mumkin? Masalan, ko'pchilik odamlarda kredit xavf degan narsa bor, lekin rivojlangan mamlakatlarda kredit bu yordamchi, qo'shimcha instrument biznesni rivojlanishi uchun, tepaga chiqishi uchun yoki xalqaro bozorga chiqishi uchun. To'g'ri, bugun tadbirkor ko'p, lekin raqobat ham ko'paydi. Mahsulotning sifati ham oshdi. Bu sifatlarni oshishi, uni pulini ko'payishi, ularni bilim olishiga, darajaga chiqishiga va 240 milliardga yetishimizga xizmat qiladi. Ozod aka, endi sizga savol bilan yuzlanamiz. Prezidentimiz murojaatnomasida aynan sanoat sohasi bo'yicha qanaqa masalalar ko'tarildiki, siz o'z mas'ulligingiz doirasida javob berishingiz mumkin bo'lgan? Prezidentimizning o'tgan yil oxirida Oliy Majlis va xalqimizga qilgan murojaatnomasida kelgusi 2005 yil 2030 yilgacha, ya'ni kelgusi 5 yil uchun juda yuqori marralarni belgilab berdi. Bunda sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 60 milliard dollarga yetkazish va yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2,5 barobarga oshirish bo'yicha maqsadlar belgilab berdi. Bu raqamlar albatta yuqori marra. Bunga erishishimiz uchun hozirda o'sha globallashuv jarayoni ketyapti. Global iqtisodiyotda sanoat 4 inqilobi, ya'ni sanoat 4 dasturlari ko'pgina rivojlangan davlatlar misolida amalga oshirilyapti. Davlat rahbarimiz o'sha sanoat 4 inqilobi va aqlli fabrika terminlarini ham qo'shdiki, sanoat 4 inqilobi nima degan savol tug'iladi. Sanoat 4 o'sha iqtisodiyot, ya'ni inson xo'jaligi boshlangandan beri bugungacha o'sha 3 ta inqilobni davlatlar iqtisodiyoti bosib o'tgan. Bu 4-inqilob bu asosiy robototexnika, avtomatlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan ishlab chiqarishni anglatadi. Sanoat 4 dasturi Germaniyada 2001-yilda yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida Germaniyada deylik mehnat unumdorligi, ya'ni bir-birlik tadbirkorimiz ham yaxshi biladi, bir-birlik ishchining boshiga ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi 10% gacha oshgan. Davlatimiz rahbari bizga yuqori marra belgilab berdiki, 2,5 barobarga oshirish. Bu xuddi shu hajm Germaniyada sanoat mahsulot ishlab chiqarishning 60% gacha yetkazilgan. Shuningdek, aqlli fabrika haqida ham to'xtaldiki, bu aqlli fabrika nima? Sanoat 4 dasturi va aqlli fabrikaning farqi shundaki, sanoat 4 bu dastur, konsepsiya va strategiya asosida umumiy mamlakat sanoatini qamrab olib, o'sha iqtisodiyot, sanoat tarmog'ini raqamlashtirish, sun'iy intellekt tobora yaqinlashtirish va to'liq qamrab olishni anglatsa, aqlli fabrika
mana shu konsepsiya strategiyaning bir namunasi, ya'ni pilot loyiha deb misol qilishimiz mumkin. Biz aytayotgan o'sha davlatimiz rahbari qo'yib bergan sanoat 4 markazi, sanoat 4 inqilobi, aqlli fabrikalar bularga to'g'ridan-to'g'ri yechim bo'la oladi. Ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri avtomatlashtirilgan tizim, ya'ni sun'iy intellekt orqali ishlab chiqarish jarayoni birinchidan ikkinchi bosqichga o'tishga amaliy yordam beradi. Qolaversa, murojaatnomada investitsion muhitni yaxshilash masalalari ham ko'tarilgan. Bu bo'yicha qanaqa ishlar reja qilinyapti? Murojaatnomada davlatimiz rahbari tomonidan 2030-yilga qadar iqtisodiyotimizni 240 milliard dollardan oshirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilab berildi. Bu maqsadlarga erishishda aynan investitsiyalarning ham alohida o'rni bor va bu borada kelgusi yilda 50 milliard dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb etilishi, kelgusi 5 yilda esa 180 milliard dollarlik investitsiyalar jalb etilishi reja qilib olindi. Kelgusida aynan investitsiyalarni jalb etishda ularning qanchalik texnologikligi, qanchalik energiya samaradorligi, suv va boshqa tabiiy resurslar, yer resurslaridan oqilona foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida xorijiy investorlar kengashi ham faoliyat yuritmoqda. O'tgan yili ushbu kengashning 3-yalpi majlisi o'tkazildi va ushbu majlis doirasida ham qator loyihalar ilgari surildi. Shu o'rinda yana bir masalaga alohida e'tibor qaratish kerak. Investitsiya muhitining yaxshilanishida bu albatta raqamlashtirish masalasi. Investorlar uchun shaffof muhitni yaratishda ularning ruxsatnoma, yerga egalik huquqi, yer toifasini o'zgartirish va boshqa bir qancha masalalarda aynan idorama-idora yurishdan ko'ra yagona bir investitsiya platformasida barcha xizmatlarni olishlari imkoniyati yaratilishi maqsad qilingan. Murojaatnomada ham ushbu masalaga alohida urg'u berib o'tdilar davlatimiz rahbari. Investgo.uz platformasi. Ushbu platformaga barcha davlat idoralari kelgusida investorlar uchun zarur xizmatlarni ko'rsatish borasida integratsiya qilinadi ularning axborot tizimlari va bu jarayonlar investitsiya muhitini yaxshilanishiga va investorlarning yurtimizdagi faoliyatida oshkoralik, shaffoflik ta'minlanishiga, ularning qonuniy manfaatlari ta'minlanishiga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, ish o'rinlari yaratilyapti, kambag'allik qisqaryapti, tadbirkorlikka e'tibor kuchayyapti, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochilyapti. Albatta, oldimizda hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p, lekin bugungi eng muhim jihat xalqda ishonch bor. Ishonch bor joyda esa harakat ham, natija ham bo'ladi. Dasturda ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.